Chumolining kasallangan miyasi yuqoriga o'rmalashga amr etmoqda. Chumoli butkul o'zini yo'qotib, parazit boshqaruvga o'tadi, go'yo zombiga aylanadi. Ishchi chumolilar kasal chumolilarni topib, darhol to'dadan tashqariga olib chiqib tashlashadi. Buni qarang, chumolining boshidan Cordyceps zamburug'ining tanasi o'sib chiqyapti. Yetilgan zaharli sporalar atrofga tarqaladi va natijada yaqin orada yurgan chumoli bo'lsa, u bilan zararlanib qolishi mumkin. Bu zamburug' shunchalar xavfliki, butun boshli chumolilar to'dasini ham yo'q qilishi mumkin. Yana shunday g'aroyib faktlardan biri, chumolilar o'lik chumolini to'dadan olib chiqib, uni maxsus qabrlarga dafn ham qiladilar. Hatto bu ish bilan shug'ullanadigan maxsus go'rkov chumoli ham bor. Eng qizig'i, bu o'lik chumolilardan biror kasallik yuqish ehtimolini bilgan bu go'rkovlar boshqa chumolilardan ijtimoiy masofa saqlaydilar va ko'p vaqtlarni to'dadan tashqarida o'tkazadilar. Subhanalloh. Bundan tashqari chumolilar hatto kasallarni davolashni ham biladilar. Chumolilar orasida nafaqat go'rkovlar, balki kimyogarlari ham bor. Ular smola bilan o'zlari ishlab chiqaradigan kislotani aralashtirib, dori tayyorlashadi. Olimlar bu hosil bo'lgan aralashma chumolilardagi parazit zamburug'larni yo'q qilib, kasallik tarqalishini oldini olishini aniqladilar. Chumoliga bu narsani ta'lim bergan Alloh taolo har qanday aybu nuqsonlardan pokdir. Ko'zga chalinmaydigan darajada kichik asab tolalaridan hosil bo'lgan miya sohibi bo'lgan bu mavjudotlar aql bovar qilmaydigan g'aroyib hodisalarni namoyon etadilar. Qur'oni Karimda chumolilarning insonlar kabi bir-birlarini qo'riqlaydigan, tayanch va yordamchi bo'ladigan jamoat ekani ifodalangan.